Mana laboga orqa tomoniga tonirovka qildish katta xatoda. Zuriddin nima maqsadda qildirdingiz siz? Buni aka maqsaddan qildirganimiz aka optodan aka. Optodan saqlay, optoda qorayib ketadi ona. Keyin bir tomoni aka nima deydi, ichida odam ko'rinmaydi. 2 kishi misol orqadan qanaqa ko'rinadi? Orqadan bo'y ko'rinadi, bosh ko'rinadi. Ha, bo'yingacha qorayapti optoda. Men bir marta minganimda orqa tomondan qiynaldimda, sababi odamlarda yoki narsani birarda qiyin bo'lib qolib ko'rish. Meni fikrimcha bu xato, meni fikrimcha. Yo'q, aka. Foydasi borki, aka, qildirdi aka. Menga shu yoqadi aka. Endi hamma o'zi biladi-yu, lekin nima deb o'ylaysizlar? Noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi orqaga yurganda ancha qiyin bo'ladi. Ko'rish nimasini, darajasini ancha. Nabarot aka, yozda salqin bo'ladi aka. Quyoshdan saqlaydi. Bo'yinlar qorayib ketadi-yu aka, mashinada yuraveradi. Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Zuriddin o'zining fikrida qoldi, men o'zimning fikrimda qoldim. Aksiyamizda qatnashyapti. $100 pulimizni orasiga solib aralashtirib olamiz. Raqam aytsa sovg'a qilib beramiz. Zuriddin raqam ayting, sizga sovg'a qilib beramiz. 21. Qaysi tomondan sanab bering? Tepadan, pastdan? Pastdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Pul bo'lsa, Rahmat. Hammalarni kutamiz. Shu videoda orqasiga tonirovka tortayotgan labochilarga jo'natib qo'yamiz. Rahmat.